والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaykum hürmetli qarindoshlarım. Hammalarının ushbu ulug' juma kunlari muborak bo'lsin. Alloh taolo bu ulug' kunda hammalarining qilgan ibodat va yaxshi amallarini o'z dargohida qabul qilsin, duolarini ijobat qilsin. Alloh taolo hammalarga salomatchilik va xotirjamlik ato qilsin. Bugün biz Allah'ın izni bilen Tarık suresinin 11. ayetinden surenin ahirigacha, yani o 7. ayetigacha bo'lgan ayet-i kerimelerinin tafsirini kısaca bayan qilamiz. Estaizu billah ve's-semâ'i zâtir rac'a. Qasam qilman qayturg'uchi osmon bilan qasam qilman. Allah subhanahu va taala bu surenin 5'ida ve's-semâ'i ve't-târiq, osmonlar bilan qasam qilman va yulduz bilan qasam qilman deb osmonlar bilan qasam qilib turib insonni nimadan yaratganligini ve qandoq yaratganligini ve o insanni yo'q bir yerden bir sudin yaratishga qodir bo'lgan Allah'ның o insanni o'lgandan keyin qaytadan yaratishga qudrati yetadiganligini bayon qilgan edi. Endi bu yerde yine osmon bilan qasam qilib bu insonlarninki saodati, dunyo va oxiratlik baxti, yaxshiligiga erishishni o'rgatadigan va insonning dunyo va oxiratda ziyonga uchrab ketadigan yomon ishlarni ko'rsatadigan va insonni kelgusidagi ziyankarlıktan agahlandırıldıgan Kur'an-ı Kerim'nin hak ekanligini ta'kidlash uchun Allah Taala bu yerde osmon bilan va zamin bilan qasam qilib Kur'an'ның haq so'z ekanligini ta'kidlaydi. Allah Taala bu yerde bizga qasam qilish uchun, yani ta'kidlash uchun osmon bilan va zamin bilan qasam qildi. Ve's-semâ'i zâtir rac'a. Bu osmonni zâtir rac'a, yani qaytirish egisi deb sifatladi. Bu osmon zamindan yuqoriga ko'tarilgan narsalarni yine zaminga qaytirish xususiyati, alohidaligiga ega. Allah Taala osmonni shundoq yaratgan. Uningga shundoq xususiyat, alohidalik bergan. Bu oyatni hozirgi fan texnika tadqiqot olimlari Qur'on-i Kerimning insonning so'zi emasligiga, Allah Taala'nın so'zi ekanligiga, osmonni yaratgan va uningga shunday xususiyatlarni bergan Allah'ın sözü ekanligiga delil bo'ladigan, hujjat bo'ladigan bir mo'jiza deydi.
Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu Qur'on nozil bo'lgan vaqtida dunyoda ne Rasululloh ne başka hiçbir inson osmonning bundoq qaytirish xususiyati borligini bilmaydi. Shuning uchun bu so'zni bir insonning aytishi mumkin emas. Bu so'zni faqat şu osmonni yaratgan, osmonga shundoq qaytirish xususiyatini ato qilgan ilgisinin yaratquchi Allah'ın sözü oluş gerek. Bo'lmasa o'chaqda bu haqiqatlarni hech kim dünyada bilmaydi. Bu haqiqatni hozirgi yeni fan texnika olimlari tadqiq qilish orqali osmonga o'ylab chiqish orqali kashf qildi. Unda bo'lgan ekan bu so'zningki inson tarafdan aytilishi mumkin emas. Shuning uchun Qur'oni Karimning bir insonning so'zi Muhammad alayhissalom o'zi bir yerdan teppagan, o'zi to'qivagan bir so'z emas, balki Alloh taolaning so'zi ekanligini isbotlaydi. Endi bu yerda vas-samaa'i zotir raj'a qaytirish egisi osmon bilan qasam qilaman deb Alloh taolo bu osmonni shundoq sifatlab bizga qasam qilishi yuqoridagi insonni yaratishni bildirgan, insonni qandoq yaratganligini bildirgan oyat bilan munosabatlik. Bu qandoq munosabatlik? İnsonni yaratgandan keyin bu dunyoga. Bu inson endi 60-70 yıl, 100 yıl Allah Teala qancha ömür berse şu ömürde yaşaş gerek. Bu yaşaş için insan yep içip o'zininki badaniga quvvat hosil qilib undan keyin yashay oladi. Bu odamda shu insonni yaratgandan keyin Alloh taolo o insonninki hayotini davom qildira olishi uchun o insonninki ozuqi bo'lgan, yemak ichmiki bo'lgan bug'doy, qo'noq, arpa ve başka meyveler, meyve-çiviler deganga o'xshash insonning hayotini davomlashtirishga kerak bo'lgan ozuqliq moddalarni chiqarish uchun osmondan yomg'ir yog'diradigan liqiga ishorat qildi. Bu zoti raj'a qaytirdi degan nima degan bo'ladi desa, yomg'irga nisbatan bu yomg'ir şu denizlarninki suyidan quyoshninki nuri bilan ho'rga aylanib denizning suyi. U ho'r yuqoriga o'rlaydi. Yuqoriga o'rlagandan keyin o ho'r osmonda bulutlarda toplanadi. Toplangandan keyin ondan keyin o yomg'ir bo'lib, qor bo'lib nimaga qaytib tushadi zaminga. Yani yomg'ir zamindan o'rlab chiqib, yana zaminga tushadi. Yani osmon uni qaytiradi degan bo'ladi. Bu yerda yana bir inchika masala, denizning suvlari hammasi tuzliq, sho'rliq suv. Shuna sho'daryo deymiz biz Uyg'urcha koni tilda. Bu tuzliq suvni insonlar icholmaydi. O'simliklarni, dal daraxtlarni o suv bilan sug'urolmaydi. Buni insonlarninki ichishiga dal daraxtlarni, bu o'simliklarni sug'urib, o'simlik yetishtirish uchun tatliq suv kerak. Alloh taolo bu denizninki suyini tatliq qilib qo'ygan bo'lsa edi, bu suv yillarning o'tishi bilan purab qoladi, sesib qoladi. Bütün dünya sesip giderdi. Onundan faydalanıp bulmaydı. Onun için Allah Teala denizin suyunu, bu şu dünya, şu suyunu kaçan yaratkan bolsa, ta hazırlığı çilek, bundan keyin kıyamet çilek, bu su şundak taze, yok yine, şundak buzulmasın, sesip kalmasın, pırap kalmasın, turuş için Allah Teala o suyunu tuzluk kılgan.
Şu tuz suda denizin suyudaki şu tuz o suni saqlaydi. Sesib qilishdan, purab qilishdan saqlaydi. Endi bu suni insonlar udul elib ishlatilmaydi. Shuning uchun Alloh taolo bu suni denizninki, quyoshninki nuri orqali denizdan buni ho'rga aylantirib, yuqoriga ko'tarib, osmonga bulutga chiqib, bulutdan zaminga qaytirib tushgan vaqtida bu tatliq suvlab tushadi. Denizdan sho'r, tuzliq suvdan chiqqan ho'r bizga zaminga tushganda tatliq suvlab tushadi. O tatliq suvdan eriq o'stanlardan insonlar biz ichimiz, hayvonotlarimizni sug'urimiz, zemindeki tergan ösümlüklerimizni, meyvelerimizni, buğday konaklarımızı sulayımız. Şunun olan ondan faydalanıp özümüzden hayatımızı ötküzerlerimiz. Mana Allah Teala'nın ki وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعَ degan ayetteki hikmetler, hakikatler. Bu hakikatlerini Allah'tan başka hiç kim bilmekte o vaxtida, Kur'an düşken vaxtida. Şuna Allah Teala bu hakikatlerini bizge bayan kılıp, özününki kudretini, özünün insanlarına kandak mehribanlıkını, insanların hayatı için müşündak hususiyetlerini yaratıp asmanga. Şuna başka bir ayette ve fis semâ'i rizkukum deydi. Sizlerin rızkınız asmanda deydi. Yani Allah Teala asmandan düşüyordu. Dep bayan kılır. Vel ardı zâti sad'a. Ve zemin bilen kasam kılman ki o zemin yerilguçudur. Bu zemin ande Allah Teala zeminini şundak bir hususiyette yaratkan ki bu zemin insanların ki menişi, turuşu ve onun üstüge her xil eğir katma kat binalarını yasap oturuşu için bu zemin yumuşaklık kılıp çökep gitmeydi. Şunda kattık her kançı eğir asman bilek binalarını yasasını şunu kötüreleydiğen şunda kattık bolap turdu. Ama yine şu kattık zemin Allah Teala asmandan, bulutlardan, yağmurunu yağdığından keyin o su bilen yumuşak, şunda aciz buğday, konak, arpa, ondan başka ot çöplerde şunda aciz, yumuşak narsalarınki çıkışıga yerilip verdi. Şuna bu zemin tergandan keyin beğenmene bu hiçbirini kötülenmeydiğen şunda aciz bir şekilde ünüp çıkıdı bu ösümlükler. Şu ösümlüklerinin yerinin aslında ünüp tepeye çıkışı için bu yer yerildi. Allah'ın emri bilen, Allah'ın kudreti bilen, Allah'ın bu yerge bergen hususiyeti bilen. Yer yerilgandan keyin, ondan keyin bu ösümlükler yerden yukarıga çıkıdı. Ösep ma'lum bir miqdorga kelgan chaqda quyoshning nuri bilan pishidi. Pishgandan keyin uni o'rab biz o'zimizga oziqlik qilib yeymiz va uningki o't cho'plarini boshqa o'sgan otlar bilan hayvonlarimizni boqamiz. Undan keyin o hayvonlardan ba'zilaridan kuchidan foydalanamiz, ba'zilarining sutidan foydalanamiz, ba'zilarining go'shtidan foydalanamiz. Hammasi yana bizning hayotimizni davomlashtirish uchun oziqlik bo'ladi. Mana shuning hammasi Alloh taolo bizga yaratib bergan ne'matlar. Bu ne'matlarning hammasi shukr qilishni bizga din talab qiladi. Şükür kılış için Allah Teala'nınki ibadet kılış gerek, Allah Teala'nın emri fermanlarına itaat kılış gerek. Demek Allah Teala bizninki rızkımızı, bizninki yaşayalışımız için gerek olan ozuqluq maddemizni mana şundak asmandan yağmur yağıdığan ve yerden yerilip ünüp çıkıdığan şekilde kılıp yaratıp bizge yaratıp verdi. Allah Teala bu yerde bu asman bilen kaytırgıcı
bu qaytarg'uchi sadin faqat biz bu yerda endi bu qisqa so'zlamoqchi bo'lganligimiz uchun yomg'irning gapini qildik. Ondan boshqa radio to'lqinlarini qaytirdi, ovozlarni qaytirdi, jiq narsalarni bu osmon yuqoriga chiqqan narsalarni tövanga qaytirdi. Yine bizningki foydamiz uchun. Müşundaq qilgan osmon bilan qasam qilib va bizga o'simliklarni chiqarib beradigan, o'simliklarning chiqishi uchun yerilib yumshoq bo'lib beradigan shu zaminni bilan qasam qilib turib shuni aytib ta'kidlaydiki, innahu laqawlun fasl. Haqiqatan shaksiz, shubhasiz bu Qur'on laqawlun fasl, albatta bir ayrıg'uchi so'zdir deydi. Endi bu qavlu fasl ayrıg'uchi so'z degan gapni tafsir olimlari bu arabchada bu fasli ayrıg'uchi so'z degan gap birinchi ma'nosi haq bilan botilni, to'g'ri bilan xatoni ayrıg'uchi so'z. Ya'ni insonlarga qaysi ishning to'g'ri ekanligini, qaysi ishning xatoligini bildiradigan, insonlarning hayotida kerakli bo'ladigan o'ziniki hayotini yaxshi o'tkazishi, baxtli bo'lishi, faqat bu dunyodagina emas, oxiratda baxtli bo'lishi uchun qanday ishlarni qilsa bu yaxshiligi bo'lganligi, axloq jihatdan qanday qilsa yaxshi bo'lganligi, qonun o'zining hayotini yashash uchun chiqargan qonunlarni qanday chiqarsa yaxshi bo'lganligi, shuni bayon qiladigan, qanday qilsa ziyonkorlikka uchraydiganligi, baxtsizlikka uchraydiganligi, urush jidalga sabab bo'ladiganligi, shularni bayon qiladigan, haq bilan botil, xato bilan to'g'ri shuni bizga insonlarga bayon qilib beradigan so'z, haq so'z bu Qur'on degan bo'ldi. Yana bir ma'nosi insonlar shubhalangan, insonlar talash tortish qilgan, bir masalaga kelolmagan masalalarda oxirgi so'zni so'zliguchi va oxirgi chiqitni qo'yg'uchi, oxirgi hukmni berguchi degan bo'ldi. Ya'ni Qur'oni Karimning degan so'zi shu haq, oxirgi hukm shu. Bundan boshqasi hammasi batil, hech qaysi to'g'ri emas. Eng to'g'ri so'zni Alloh so'zlaydi, eng oxirgi chiqitni Alloh qo'ydi. Undan keyin undan boshqa gap, undan boshqa so'zningki hech qanday ahamiyati yo'q, hammasi quruq, haqiqati yo'q bo'lib gap bo'ladi deydi. Degan bo'ldi. Mana bu Alloh taolo bizga shundoq haq so'z bo'lgan, shundoq bizga haqiqatni tushuntiradigan va oxirgi hukm bo'lgan, buningdan boshqa so'zlarningki haq emas, faqat haq so'z mushulam bo'lgan haq Qur'onni tushirganligini bu zamin bilan osmon bilan zaminga qasam qilib turib bayon qildi. Va ma huwa bil hazl, o Qur'oni Karim hazli, chaqchaq emas, behuda so'z emas, bundaqqa o'ynashib deb qo'ygan gap emas, bu jiddiy haq so'z. İnnahum yakiduna kaydan. Haqiqatan o müşrikler, o kafirler, Mekke'nin müşrikleri ve bu kıyamet kışı kildiğen İslam'ın dininin düşmanları bu Kur'an'ı ameliyatından kaldırış için bu Kur'an'a itaat kılgan Müslümanlarını yok tutuş için her xil hilimikirlerini, her xil suikastlarını kılıdı. Ve akidu kayda ve men mi ularınki kılgan suikastlarını berbat kılış için, ularının kılgan suikastlarından intikam ediş için men mi planlarını kılman deydi Allah Teala. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Ey Peygamberim, hakikat bunda bo'lgan ekan, sen o müşriklarga, o kafirlarga azroq kichikkina bir mühlet vergin. Yani sen o kafirlarninki helak bo'lishi uchun aldirab ketma. Kafirlarninki bu Müslümanlarga qilayotgan aziyatları, Müslümanlarga qilayotgan zulümleri, Müslümanlarga qilayotgan
qiynaşları, her türlü suikastları, her türlü düşmanlıklardan məyuslanıp ketmem. Ular azgına bir müddet şunda hakavurluk kıldı, bunda özünün küçüğü tayinip her türlü suikastlarını kılıp şunda zulümlerini kıldı. Ama ben ularını şundak bir cezalayman ki ular şu gaflatda qalğan vaqtida tuğuksiz ularni şundak ağır cezalayman. Bunun için sen ey Peygamberim məyuslanmasdan davetini devam kılgan. Müslümanlar hak yolda, Kur'an'ın yolunda, Allah'ın yolunda müstahkem tuğan müddette kafirlerin ki kılgan eziyetleri, kafirlerin kılgan zulümleri uzunga bağmaydı. Ama Müslümanlar özünün yolundan izip, Kur'an'ın yolundan izip, nefs şeytanın kendine kirep, dünya parası olap, bu haktan uzaklaşıp ketse, o çağda düşmanlarının ki zulümlerimi uzaklaşıp gidiyor. Düşmanlarının zulümünün müddetini değişip gidiyor. Allah Teala'nın beyde rüyada küçükkine bir mühlet vergin, ben onları cezalayman degine, ki şartı Müslümanların ki hak üstüde buluşu şart. Şunun bilen Allah Teala bizge şundak hakikatlarını bu ulu Kur'an bilen bizge bayan kıldı. Allah Teala hemmimizni şu ulu Kur'an-ı Kerim'ne hak doğru düşünüp amel kılgılı nasip kılsın. Allah Teala bu Müslümanların zulüm kılıvatkan kafirlerini, zalimlerini pat yakında özününki kudreti bilen cezalısın, yok kılsın. Allah Teala müminlerine güç kuvvet, hakta çın duruşunu ata kılsın. Allah Teala bu dünyadan ötken ata-analarımız, ulug' tuqqanlarimizning günahlarını mağfiret kılıp, ularning canı cennet kılsın. Hemmimizni iman bilen yaşap, iman bilen bu dünyadan ayrılığını nasip kılsın. Balacaqlarımızga insaf, tevfik, hidayet ata kılsın. Hemmimizni kıyamet günü Resulullah'ın şefaatine eriştirsin, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine eriştirsin, Pul-Sırat kövrükten sağ salamet ötep cennetke kirgili nasip kılsın, cennette cemalini kirgili nasip kılsın. Amin. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.